Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolariga. Xudo xolasa keyingi navbatda Gazavlusionamiz o'zigalar tomon ketmoqda. Bu yerda mana yarim kubalik mishatkalarni montajdan qilib 220 ga moslashtirib tayyor qo'yganmiz. Akamiz zakaz bergan, shu 3 o'ldiraylik qilib esa tayyorlab bering deb mana roliklargacha qilib qo'yganmiz. Tortib yetalagan qulayroq qilib, bu yoqda mana shitlarni qo'yganmiz bu yoqqa. Mishatkamizning mana ichki ko'rinishlari. Mishatkamimiz tepa qozonlar 4 listdan tayyorlangan, yonlari 3 listdan tayyorlanyapti. Konteyner mahsulotlaridan foydalanilgan polni uchkalarga, kashaylarga, xudo xolasa kranchilarni ham 120 lik kranchidan, yaxshi toza asfalt kranchidan qo'yib beryapmiz. Xo'p, hozir bu ketyapti Tursunamiz o'zimiz Norin tumaniga ketyapti Haqlobodga. Adresimiz Namangan viloyati Chuqurg'on tumani. Komplekt ikkitadan qolip bo'ladi, bir komplektda akamiz o'fshi 17 ta qolipi bilan zakaz bergan. Bo'ldi mana bort uchkalarni ham 4 donadan qisadigan qilib tayyorlab berganmiz. Qoliplarimiz ichlarida rastvorda, albastrda yamalmaydi. Toza uchlik magnit listdan tayyorlangan, hech qanday valna-palnasi, stillardan qo'yib yuborish holati kuzatilmaydi bunda. Xudo xolasa 17 ta qolipi bilan ketyapti akamizga mana. Xo'p, bu yoqda shablon reskalarimiz. Universal reska deyiladi buni. 10 dan tortib 20-30 razmeriga qarab, klient xohishiga qarab kesib ketilaveradi. Birinchi chizig'idan yuriladigan bo'lsa 10 chiqadi перегородка hisobida, ikkinchisidan 20-30-60 razmerdagi shtanimiz chiqib keladi. Bu arralarimiz. Xo'p, suv yo'ngichlarimiz bu yoqda mana tashqarida turibdi, hozir ko'rsatib o'tamiz uni ham. Suv yo'ngichlarimiz bu yoqda bir tonnalik suv yo'ngichimiz bo'ladi pastda, motorlargacha qo'yib montaj qo'yilgan. Tepada 110 litrlik tentimiz bo'ladi, suv berib turadigan. Ekranda raqamlar qoldi. Penavlo, Gazavlo uskunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, shu ekranda raqamlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu yoqda Penavlo uskunalarimiz ham bor. Yevro qolipdan tayyorlangan, faqat 20-30-60 razmer, har 20 santimetrga tikkasi profil to'qib chiqilgan. Yo'llari polni rezbali bo'ladi, skotch, gaz ballonlarimiz 100 talik penegeneratorlarni tayyorlanyapti. Latoy tumbalislarni qo'shib beryapmiz komplektida. Qolip yog'lash uchun mana pulsatorlar ham bo'ladi komplekt ichida. Bu yoqda mana o'rtasi teshik Lego qoliplarimiz bor. Bu akamizgina Qashqadaryo Qarshi tumaniga yasab tayyorlab qo'yganmiz. Mana bitta abishning qolipi yonida 2 dona перегородка chiqadigan, bitta o'rtasi 100 litr bo'lib teshiladigan qilib tayyorlatgan ekanmiz zakaz berib, bitta 20-40 razmerga, shlaka urar razmerga, o'rtasi 76 litr bo'lib teshib tayyorlatgan. 3 ta qolip komplekt holatda bu ham bir komplekt Gazavlo uskunasi bilan zakaz berib ketgan ekanlarimiz. Xudo xolasa undan keyin o'sha akalarimizni kun chiqaramiz. Ekranda raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar, Penavlo, Gazavlo uskunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.